Koynuşayım size. Tonlar minutlar. Maydan işiniz. Ay bu şu. Tokuyor mu lan? Zaten nimera ton bozduğum marafta. Qayerga edi sizlarni? Galaboturgacha. Galabotur. Galabotur bozg'ondan ham o'tamiz. O'tasiz. Elpakdan o'tasiz. Yo'q, почти граница-ku. Granitsaga 10 kilometr. Men o'ylabman bog'zog'onga yetmasdan deb. Yo'q. Samarqanddan bo'lgan indi. Ha? Ha. Asfalt xena bu. Ha, ne? Inja bu asfalt. Sen mayxel domona bu. Inja daraxtoy meyvay bu. Chinor bu da zada patto. Shoshudda, ammo xushlanamisiz. Vay bu Chinoroy bu saat sola burada hamisha zada fruxta patto. Samarqand berin Buxoro remont qilmoqchi ravshan. Ha? Samarqand Buxoro ravshan trassa. Ne. Nima shakar, nima shakar. Nima shakar. Asosda kaysa sakan nekaygiz. Ammo ray Buxoro, Xorazm eng rasxora, Iroq Surxondaryo. Rasxora, Toshkent butun rasxora. Trassa. Danoy shahar na, bu trassa rasxora. Tarikmo obod qargi. Ayshimon zo'r asfalt, tuman Xo'jan rafta gitdim. Reval zo'ram. Kayf bo'lgan. Ay karam. Kirmoydan ekrekdan non olaylik ha uka. Choy ichasizlarmi? Ha, ichamiz. Mana bu yerda bilishi bor. Bilishi. Kirmoyga kirib qo'yaylik shuniki. Choy ichmaysizlarmi? Shu uyga ichasiz. Ha? Ichamiz bir o'min. Mana Omonat bo'lsa mayli. keling, bo'lmasa bu yerga bitta ish qonunni nima qiling, keyin bu yerga ketaveramiz aka. Nonga ham to'xtayman, gribnoyga. U nimadan bilmaydimi? Tayloqdan. Tayloq kichkina bir non. Gribnoy qimmatda, maylimi? Pul sizniki, menga farqi yo'q aka. Pul sizniki. Menga desangiz baton yemaysizmi? Hojiboyni gapi bor. Menga desa Anjamimiz yo'qda bizda shoplar. ha. O'zimizni qilganimiz mana o konfet mana. Aha. Ha, uni ham 1,5 kilos birovniki. Hammas qarindoshlarniki-da endi. Ha, olib kelib berdi. Qalbi bor. Endi Hamma narsa bor-ku o'zimizda. o'zimizda bor, endi shaxdan olib kelish endi sizga ham gribnoga kirgizamiz endi. Ilojimiz yo'qdir. Non olamiz, to'rtta konfet olamiz. Mayli, non oling. Akalarimiz qarindosh misol uchun ertasi olib qo'ygansiz. Shunaqa-da. So'ramay olib qo'ygansiz. Bizlar ishdamiz. Ular kelib sumkani to'ldirib bo'lgan. Ha, siz nima deyapsiz? Hali u возможность yo'q-da endi. Bak shunaqa bo'ladi. Qarindoshlar o'zlari sumka to'lib tiqib qo'yibdi-da. Ha, mana buni olib borib berasan, 1 kilogina deydi. U yoqqa 1 kilosi ham 3 kilo chiqadi. bir 5 kilo chiqadi. Chiqadi. Bir marta men Moskva Leningrad samolyot bilan kelyapman. Moskva keldim. Bitta xotin, bir qarobqa. Gushnoyim yo'q, shuni olib borasan dedi. Men aytdim, nechasini berasan? Господiga, men beraman dedi. Men aytdim, kilosi bor dedim. Hammasi shokolad, qimmat shokolad dedim. To'y bor ertaga dedim. Men aytdim, "Madavoy, uni ber, men olib boraman" dedi. U meni kissaga soldim. Olib keldimki, lekin aeroport chiqyapmanki, bitta xotin ushladi. Hamda meni bildi. Nima keraksan? Menga shu qarobqa kerak. Qarobqa qo'limga bagaj qo'ydimga. Mayli apa dedim.
Biron narsa verdi, ben verdim. Yanaman beraman deyip, bu meniki dedim. Mayli verin dedim. 3.000 yana verdi. Beyazı. Bunu 3.000 işledim. Ertege toyga koyamam dedim. Kıymat şıkırım bunlar. Ağzı feri şampuan koymaydı. 100 gram boysa koyardı. Nasıl koymaydı? Yok mana meni şampunlarni olib keldim. Bagajga qo'yadi. Ruchnoyga olib qo'ydi, man ko'rdim. Olmaydi. Ruchnoyni 2 kishini olib qo'ydi. Azab berdilar. Yerdan borasiz mana 2 oy bo'lib dokument uchun ishlaysiz. Undan keyin ham bir har oyga Endi jo'ri kelmaydi, shu Samarqand ish ko'p shu yerdan ishlayman. Shu yerda strayk ko'p ketyapti, deyapti. Bu yoq qiyin bo'ladi endi. Ammo qulog'imga keldiki, bizning bolalar panjakanlar shu yerda 10 yil bo'ldi strayk ishlayapti. Shu Samarqandda deyapti. Ha? Nima dedi ya? Tarqadik-ku. Shu shahardan. Yo'q, shu aeroport oldiga Viber skladni urdi. Ikkita sklad tamom bo'ldi. 50 ta tamam oldu. 50 tadan 37 ta qaytarib qolgan. Qolganini tutib tashlagan. Biz shu arsonni bir hafta oldin Viberdan zakaz qildik, kelmadi. Keyin aptekaga sotib oldik. Endi o skladlar yonib ketyapti, qatdan keladi. Bittasi tamom bo'ldi, ikkinchisi yonyapti. Men qarab keldim. Bittasi tamom bo'ldi. Bir o'nta skladini urdi, har bitta shahar. Mana prezident bir kishi qo'yapti-da. Mana yoqda ham prezident bir kishi qo'yapti. Kim biladi, o'zinglarni uryaptimi, kim biladi? Yo'q, o'zi qanday uradi? O'zlar o'zi. Radio o'zlar. Qarang-da mana. O'zini vatanni himoya qilmay, millat pul qayerga qochib O'zbekistonga yuribdilar. O'zlarda o'zdan bormi? Nima yo'q? Biri oldi metro yerlarida. Zodi boshlig'imiz 3 oy bo'ldi ketganiga Amerikaga xotinni olib. Endi keldi 22-yilga keldi. Aka bir oy uramiz degan Ukraina. Bir oy faqat uramiz degan. Olsun ona qilishdi. Toki shu nima merni nimaga doговорga qo'l qo'ymasa Putin uraveramiz degan. Amerika beryapti-da. O'zi ham chiqaryapti unaqa dron 2000 kilometrga uchar ekan. Qadammi? Sarosiy. Az narxlar so'radim. Hozir ertaga ketishim mumkin. Siz o'ylanmayapmi? Ha, men nevaralarim bor. Ha, kelin olaman. Aytyapsiz Samarqandga yo'q ekanmi qiz? endi bilmadim. Hamda suyishib qolganda deydi o'qishda. O'qiydimi o'g'ilchi? Qayerga o'qiydi? Samg'ida Ali bo'ldi. Sağ ol. Hozir bolalarning gapi bo'lib qoldi. Hal bir nima desangiz o'zingni bir balo qilib qo'ysin nima qiladi? Men 1 yil bor uka. Bu bolani aytganini qilmay oldimga keladi deb shuni enkayib kelaversa, retinna qilib beradi. Shunaqangi zamon bo'ldi, bolalar, akalarim, ukalarim yig'ladi, shu bolani aytganini o'ldirib qo'yadi, o'ldirib qo'yadi. Majbur bo'ldik-da keyin. Qizlardan nechta? Ha? Qizlaringiz nechta? Qizlarimga turmushga nevaralarim bor. O'g'limni bosh bo'lib
Nevarasi mi bu? Oğul bala bu. Kichkinasi edi. Kichkinasi oğul. Ha, ikkita ekan. Egizak yigit tashlamadı. Bu rozi bo'ldimi ota-onasi? Samarqandga bo'ldi. Samarqandda jonini beradi. Samarqandda jonini beradi. Ya, xat beradi, gap yo'q. Bu yer sharoit zo'r ming marta. Men bordim yaxshi. Men bordim o'tgan yili. Ya, o'g'il u. Kuchuk yashamaydi-da. Shunaqa. Ya, u yer sharoit qiyin, to'g'ri. Iqtisod tomondan boshi yo'q. Sanatoriyasi bor-ku, bilasiz. Ha, ana shu yerda Sangardoq degan joyidan. Ha, hayot yo'q u yoqda. Shu bitta sanatoriya. Men tushunmay qoldim o'zi. Bu kishi bu yoqqa tushdilar. O'lib ol deyapti. Siz aytyapsiz, dalsha ketamiz deyapsiz. U qayerda bu odam? Bo'pti, rahmat. Bu odam ichmayman dedi-da boya. Ha, orası 100 dedi. Yo'q dedi. Keyin tamoyilni o'sha boshqacha ishladi. Ha. Orqangizdan bordi-ya menimcha magazinga. Katalogini ol dedimi? Bu dedi şahda şey yaptım, opteli yaptım diye bordi. Kellega Oynandı şahda ilk bir an Avrupa'dan kayıt gelip bakalım. Avrupa'da Avrupa diyor. Oğlum hani hayal hareket yok. Ya bu yoqqa qo'ymaydi-ya menimcha. Lafı joylarga qo'yadi. Qo'yadi. Yo'q. Shunday hayalga bordi. Shunday. Bana bir tuvalet dedi. Hepsini aldı içip gitti. Ko'rdi-da siz bitta oldu. Bitta olayotganingizni ko'rdi-da. Shu bittani urib tayladingizlarmi? Ikkovingiz? Ha? Ha, yarim tegdimi? İçmaganimda bir yildan oshdi-da, 1,5 yil. İchmayapman. 1,5 yil. Har kuni ichardim. Har kuni shu ishdan keyin 200-300 ta uyga ovqatcha yo'q. Endi ichmam. İçsem bir kun yaxshi ichib, yana bir yil ichmas kerak. Oxiri maza bo'lmaydigan bo'ldi-da, shu jo'ralar bilan o'tirardik. Ular shunaqa ko'p ichib tashardik, bular qamat yo'qolardi-da. Esga qolmasdi hech narsa. Ertasi turaman, xotin xafa, bolalar xafa, ha deyman. Kecha mast bo'lib qoldingiz deydi. Urmayman, so'kmayman. Qayerga? Ben bilmayman. Siz aytmasangiz men qattan bilaman. Yana kirib boramiz. Pulni to'xtasak sanaysiz, bu yoqni ko'rsating. Qayerga? Yana uchib ketmaydi. Nerede zapravka dedi. Zapravka yo'q-ku. Shu yerda turamizmi? Qani zapravka? Boyagi zapravkami? Siz sırası aytmaysiz ha. Gap bilan bo'lmaydi.
misin? Yakın bak ne olman gibi bildiğin 100 metre mana O boya. Baya şöyle. Ben baktım ben ballar kayaplar. Ya endi o yok endi mada aka. Ballısı Siz bitta joyga 100 metr kiramiz dedinizda boya boshida. U yoqda ham 100 metr emas, ancha kirdik. Ha, ziq bo'lmagan emas, yaxshi bo'ladi. Ziq bilmayman, bu odam ham endi bu uyga borish kerak. Bo'lsa shu odamni deb sizlarni oldim. Men bu kishini mindirib yubormoqchi edim. yana o'tib. Jo'tib ketyapti. Burilishga ham joy yo'q bu yerda. Ben Xudoman billah beybatman. Ben 100 metr Tuttu sabit. mana bu daromda endi xuddi shu pul bozorda o'zasida. Vay ne da bu? İndo. Sasım. Avay migirigur. Sasımda İndo tamam bayna son kapıda sezenç. Avay migirigur. Neyin Sasımda da tüm motion da pul motion tem. Значит bayna son kapıda se. Boz gitas koy bak. Araga mingif. Hadi. Araga ming xarid. To'y qo'li ham nadod gufku. Полный грузитка твоя, мужикча. Шустряк bu твоя. Nаш ganda bu. Şistirak bulamız. Men inash pulmaydagi bu, fayash arraza. De rozi bu 1000 ruble do'amba. Vay umadu 1000 so'm kutish haram bachcha. Bazur Sasımda İndo pul motion açacak kuruluşu bu. Sadece Peter beni ara koydu ya. ham mumkin. Peter mi koydu ya onca pul motion'u birinci bir açacak bir açacak. Mumkin. Bakamayacak var. Ne okuduk çıkardı o bomba şahsen Sasım kim etti? Ne yatırışacağız? Boz kitaba pulmada dinava var. Hem hoşuna gidiyor. Az Leningrad Dushanbe pardası. Короче, я шерикам совсем гаш, на пиво не ходим, на араб. Короче, हम लोग Dushanbe не करें, कुछ आमकाश मेरे यो कुछ नहीं खाने का मेरे की ज़्यादा सी. वो çok kas pardı gibi. Ben benim çay ile bu kutu soğukluğu başlar piyo piyo da koydu. İlk kaynak kovda biraz. Böyle bu vakti kıymat fırdım $200 şu. İşteki $10 şu. $200 şu. Çıkıyor karım kuftarım ma. Bundan bir işte kuftam. Havaya. Soğukluğu başlar koydu. $200 şu teslim. Bana da bunun restoran ya bunun çok ayım koyun pula bagajı var bahçe mi kuf ki ağabey biraz şey bugün. Ağabey işte Dushanbe'ye bir pancake ağabeyimle ve bahçeli elle bol bela. Ama aynı güçlü dedim ki aynı meydanı tarafta gittim. Çok ayım kuftarı ya bay. Baba kuf ki mummar kuf düz soktu mun başlayı. Piyolu arığına koyuyor. Anamız yoktu da havaya açıyordu. Yaktı diye boğuşa bakalım. Fakir ko. O kısa da impul meten o çakar bu. Şimdi ko tam mako. O ilk günte düz soktu ama başa piyolu binona koyuyor. Piyolu pivene koyuyor. O şişte kanak verir. Yok o bir tane kaç. Yine hem hem yapıyor. Maili ko tam. Bak boyuna ko tamam. Dancı pas. Ne dedi? Sır. Hayatım gitti git şimdi anlayacağım. Kunte pato orman koraftıyım diye. Bana mı kutu bana kırdım edelim. Bize mi kutu kırdım edelim. Kul tane ne kutu mutu? Arabas fakirdi. Arabas sen ne ya piyade ne koydu solba. Yolda ki ama kan bir yere yok orası. Benziyor. Az ayazam diyeyim ben. Bu yakti diye kilogram oratıyor. Ben ne kadar? Dukas bindim de moşin oazik bir toplum baktı. Bazı değil o. Onu hiç kumpul şoför Mehmet ya. O puluna tanınmıştı. Arada kuzey soğuk var o zaman. Pulun birinci kayına sandalye olsun. Aynı gibi var.
Ama çok alayım mı dedim ha. Koç o vakti yok. Çok alayım mı? Madem o pul tamam etti. Böyle her gün ödedi bak. Böyle Mart bile değil. Kunte bilen mesleği. Bunu koç işin anda dostum. Bu pul ne doğru işte. Pul da kısa şart filan ne meşet ya. Ha doğrudan ben pul kısa bırakmadan. Vay an çürüyoruz. Bir iş kalemi gezin alsam ki onu da giyeyim. Bakalım ama tamam. Pul yarayın evet ki. Ama hamur bak pul döşte o. Pul maydan da döşte o. Pul tek utamca. Ama o vakıdan ki kaç nakaram hala buram. Ben pul maratman doğdum. Ama her kağıtın oldu. Tek utam. Doğdu da ki. Bazen seçiyor. Ama pul maydan da duruyor. Pul rüzgar gibi değil. Biz yok işte puluna bu var dur rüzgar gibi. Kınaş rüzgar gibi. Rüzgar gibi biraz. Köyünde böyle pul maydan da döşte. Ama böyle nispişa marat güzel böyle. Kolu ve burak onu iş marat gibi ona. Şurada zor işin kavuk kışlaklarsan bana kizat kalır.